Assalomu alaykum birodarlar. Futbolkachalar bor. Bunga qiziq bo'lsa, ikkinchi sort faqat aybi. Tekstil fabrika ishlar hammasi mana ishlab chiqarib ko'rishlar. Juda ham chiroyli cheklari, aybi yo'q buni. Har zamonda bir zamon endi ikkinchi sort bo'lganligi uchun chiqib qolishi mumkin, bular yo'q. Bizda sizlar chiqarib. Maykachalar kimga so'rasa, bularni to'g'ri chiqarib beramiz narxini. Hozir har bittasidan olaman. Narxini ko'rsatib beraveramiz sizlarga. Qaysini bo'lsa, maykacha, kimgacha, bo'lachalarga hammasi fabrika ishlar. Turishchalar, mana turishchalar. Bular umuman aybi yo'q. Bular ikkinchi sort bo'lganlar, muammosi yo'q. Bemalol qiz chiqarlar salom aytib ko'rsa, shu kishilar ham bor, shu kishilarni bolachalarga. Hammasi xil bolalar, qizlar, ayollar, xullas hammasi xil. Mana bunaqa boshqachalar ham bor. Hammasini narxini hozir bitta tortib ko'rsataman, qo'shib olyapman. Ko'ylakchalar mana meniki endi bu. Ko'ryapsizlar? Hammasi shu kiyimlar. Mana har bittasini olyapman bitta. Yubkachalar, qizchalarga. Ishtonchami bu? Yubkacha ekan. Yubkacha bularni hammasidan bitta oldi. Yana nima oladi? Mana, endi ishtoncha bor. Ishtoncha so'raganlar uchun. Mana bunaqada yana boshqachalar bor. Endi bularni har bittasini tortib chiqamiz. Kilosi 65 mingdanmi? 60 mingmi? 60 ming ekan birodarlar mana. Ishtonchadan qo'yamiz buni ichi. Katta ishtoncha. Xo'p, 6 ming so'm chiqyapti. Ya'ni razmeri mana 7 qilib qo'ydi, 7 yoshlarga bo'lsa kerak. Mana, ishlar ko'ringlar. Mana bular pachkada ikkita. Ikkitasini mana ikkitasini sotyapmiz. Pachkasi bilan 12 ming, 6 mingdan chiqar ekan. Razmerli bo'ladimi pachkadagi? Ha, har xil razmer. Har xil razmer. Keyin pul razmerdan olaveradi. Mana yana bitta ishtoncha, bu ham 6 ming chiqyapti mana. O'g'il bolaga. Mana bunisi shortkicha. Shortkichani ko'rsangiz juda ham o'zimga yoqdi. Cho'ntaklari ham dahshat ekan. Birinchisi atrofida, ikkinchisi atrofida tushadi. 46 detskiy razmer. Ha, birinchisi ikkinchisiga tushaveradi bemalol. Mana chaklarni ko'ringlar, birodarlar. Chaklari juda ham chiroyli chiqqan mana. Cho'ntaklari tikilishlarini qaranglar. Fabrikniy ishlar. Ishlab chiqarish anaqa trikotaj ishlar emas mana. Fabrikniy ishlar. Endi narxini ko'ramiz buni. 7200 so'm. 7200 so'mdan ishda topib olasiz. Eng kamida necha kilo olish kerak ekan? 10 kilo dastlabki qilamiz. 10 kiloni dastlabki qo'yamiz. Sana qizchalar, yubkachalar. 4800 so'm. Xo'p, ishdan turishkichalik bo'lachalarga 1200 so'm. Mana. Keyin mana bu hali ko'rsatgan shortkichani 3600 so'm. Ya'ni bor narsalar bular maykacha. 2400 so'm. Mana keyin futbolka. Hali bolalarga futbolka. 3600 so'mdan. Mana bitta mayka qotyapti. Maykani tortaylik, bu kattalarga tushadigan mayka. 4800 so'mdan mana shu maykalar. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol rapid qilib telefon nomeri beraveramiz aka. 90lik 854 72 97 97. Mana bizga tushadigan maykalar 48 razmerda mana trikotaj tilishlari. Aka ochib o'raman mana endi. Ha, bu trikotaj emas, fabrikniy. Ya, fabrikniy trikotaj mana bu. Fabrikniy ishlar. Tilishlarni ko'ringlar birinchi o'rinda. Tilishlari 48 dan 56. Ha, 48 dan 56 gacha bizga tushadi. Bizdan kichik maykalarga bemalol tushadi. Bular razmerga tushadi. 3600 so'm. Qayerda bor bunaqa? Bormi og'riq degan joyi chetda bo'ladi. Nima xalaqqa ish ko'rasizlar ekanki, o'ta shu masalan har xil rasvetkalari bor. Rasvetka aralashtirib olmoqchi bo'lganlarga rasvetka aralashtirib beriladi. Bu upakovkada beriladi, pachkada. Mashina pachkasini shu qo'yasizlar, necha pul chiqsa soqasingizdan. Kelgan shitda kelganlar 1 kilo ham olaveradi, 1 kilo chiqsa bo'ldi. Lekin kelmaganlar, bitta narsani nimadan olaman deganlar, zakaz qilmoqchi bo'lganlar 10 kilo. Boshdan eng kam futbolkalar. Futbolkani tortamiz 12 mingdan. Bular qaysi davlatga chiqish uchun chiqarilgan aka? Bular Germaniyaga. Germaniya uchun tikilingan, eksport variant. Lekin sotib bo'lgancha O'zbekistonda qolgan. Endi tikilishlar Germaniya bo'lib tikilingan mana. Tikilishlar ko'ryapsizlar. Xitoy deb sotiladimi, nima deb sotilsa sotiladi. Endi mana shunda muammosi bor degan, lekin yo'q ekan. Ha mana. Ko'rinayotganmi yo'q bilmasa, qoramtir bir narsa qolibdi. Nima ekanini bilmayman lekin. Mana shuni yopib qo'yishdi. Bular shu mana pechatli anatomliylari bor. Pechatsiz ham bor ekan orqada. Pechatsiz deganlar, pechatsiz. Nagudagi narsalardan bo'lsa so'ramiz. Yangi uzun futbolkalar so'ragan uchun yangi uzun futbolkalar, detskiy ularga ham bor, hammasi bor, maykachalar. Mana shular hammasidan bor. Ishtonchalar bor. Ishtonchalar so'raganlar uchun mana kiygizilingan. Mana bu ham bor. Hammasidan bor ekan bular. Aha, mana bu trikolarimiz. Triko bular narxi boshqacha berdingiz? Ha, bular kilosi 70 mingdan. Bular kilosi 70 mingdan birinchi sortda. Qanday ishlaydi mana ular? Aha. Pachkada 3 ta bo'ladi. Rasman bitta pachkasini qo'yib ko'rsatdik. Ha, pachka 3 tami? Bitta yer pachkalangan ekan. Ha, 58 dan 62 gacha. Yer pachkalangan. 58 dan 60 qancha dedi? 70 ming ham bu. Ha. 70 ming bo'lsa 54 ming bo'lyapti. Shunda 12 mingdan tushyapti? Yo'q, 11 ming? Yo'q, 17 yarim. 17 yarim ming. Bizga tushayotgan bo'lmasa, bu katta razmer ekan. Yo'q, katta razmer sizga katta bo'lishi kerak. Sizga mana shu 58 tushadi, eng kichigi. Eng kattasi 62 ekan. Ha.
19 ming yushak mana shu eng kattasi. Endi bu uchalasini bitta Ha. qo'yib sotiladi, shuning uchun pulini bo'lib yuboriladi. Mana. 17,5 mingga tushadi. Bular Boshqalarga. ishlab chiqarishimiz. Ha, bular trikotaj. Trikotaj. Xibr. Xibr. O'zi ichlari ham ko'rinib turibdi yuqoriga. Mana hozirgi bor sezonli. Bular fabrikatlar o'zimiz ishlab chiqarish bular. Ha. Bular o'zini ishlab chiqarishmi? Ha, bular o'zimiz Sizga bo'p chiqib qo'yibdi ishlab chiqarishni. Telefon nomeringizni bor aka? 90lik, 90lik 854, 854 72, 97. 72 97. Bunisi Bu funtda. funta, ha? O'sha xibr Ikki xil materialligi bor. Ha, bu funta. Funta, xibr. Xibr. Ikkalasi ham yupqa. Xibirni ham oqib ol, haligi nimasi kulrang. Yo'q, buni mokresi bor edi, qorasi bor edi, tugab qoldi. Tugadi. Ha. Ochish o'zi qotdi-da. Yangilar narsalar narx-navolarni tashlab kerak. Bularni tortib ko'rsataymi aka bular? Mayli. Bu pastdagilar sirashmi? Ha, yo'q, bu mana bu. Ha? Yo'q. Aha. Manikurdagi hisoblar. Mana shunday bering. Mana. Xalat aka? Mana bu sutdan kelishdi. Bu xalatdan nasibasi? Ha, yo'q, yengi yo'q ular. Ha, yengi yo'q-da. O, ushladi, ushladi. Ha. Buni chiqar eding buni? Mana. Bundan aka. Uchani ham berib qo'ying. Mana. Tegib to'rttasi. sarochkani chiqadi. Bular qancha chiqadi? Bular kilosi 60 ming. 60 ming bo'ladi bulardan. Bitta shu trikolar 70 ming ekanda. Ha, o'sha bitta trikomiz 70 ming, qolgan hammasi 60 ming. 60 ming. Hop. O 12 ming, 12 mingga chiqadi. Bular nechta nima bo'lyapti? Pachka, bir donadan pachkalanganmi? Yo'q, bular bilmayman, chunki ikkinchi sort nechta razmer qanaqa unisidan xabarim yo'q. Xabaringiz yo'q. Ha. Keyin odam ko'rib olaveradi. Ha. Necha qanaqa aybni ko'ryapman ekan. Endi biz qani kelsa o'shanda sotamiz-da buni. Mana bunisi 14 ming chiqyapti. Bunisi xalat ekan, zamogli cho'ntagi bor. Lekin mana shu videoga beramasmi? Ko'rinishda endi adam ko'rinadi. Razmeri necha ekan? Razmer 48. 48 bo'lganmi? Juda katta kelgan ekan. Bu fabrikalardagi to'shni tushadi-da. Fabrikalar qo'yib. Elektr haligi 8400 so'm. Ha. 7200 bo'lib qoldi. 7200 so'm. 7200 so'm chiqdi. Bunisi bu 13300 so'm. Bu yengi yo'q hali. Yangi yo'q, zamokli. Oldi zamokli. Bunisi hali ishtonlar. Ha, sultan kelishdi. 12 ming. Manikindagi ishtonmi? Ha, bu jenskiy. Ha, manikindagi ishton. Mana shu manikin, ha, o'zi. Ha. Shunday bor ekan birodarlar. Shundaylar bor. O'sha ishtonmi, 12 ming chiqdi. Yana bu o'sha nomerlarga, yana nomer qaytarilganmi? 90lik, 854, 854 72, 97. 72-97 raqamli aloqaga chiqib Telegram bor. Telegram gruppalari bor. Gruppaga kirsalar bundan da asartini juda ko'p. Benim aloqaga chiqib O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston, boshqa davlatlarga safka bor. Sar eksportdan chiqaryapsiz O'zbekistonga? Aha. O'zbekistonga sar eksportdan chiqaryapsiz. Eng kamida 10 kilo 10 kilo. olish kerak. Endi aksiyaga tushgan nima ham bor. Variant ishtonchalar. Aha. Qancha beradi dedingiz ekan? Buni kilosi 50 ming qiladi. 50 ming beriladi. Variant ishton katta. Kichkinasi ham. Ko'proq olganga shu 50 ming qilib beramiz bularga. Ko'proq olsa, Kilosini 50 ming qilib beramiz. katta kichkina. Ko'ryapsizlar? Jinsi pul chiqadi. Yupqa. Yupqagina narxi 50 ming beriladi. 50 ming. Varmiz narxini. Kichkinasini qo'ydim. 10 mingga to'g'ri kelyapti bir donasi. Mana ko'ringlar materialni. Haqiqatan tikilishlarga qaranglar. Yo'q, o'tmasdan ko'ringlar tikilishlar. Men kattasini qo'yib beramiz, kattasini. 14 mingga to'g'ri kelyapti. 10 ming 14 mingga to'g'ri kelyapti kattasi. Kattasi menimcha bir 4 sinf. 4 sinfga Shu sinf 4 sinfga tushadi. Ha, bularni 2 sinfga tushadi, bir ikki. Ha, shu 1 sinfga bormay tushadi bular. 5 yoshlarga. 5 yoshlarga ancha farq bor. Orada yana bitta razmer bor shekilli. Aha. Bular razmeri bularni razmer bo'lmaydi, keyin olaverasizlar. Akamiz olib kelsa, mana ufokada, Pachkasida ikkitami bular? ha, ikkita ekan pachkada, katta kichkina shekilli. Shunga ham shu raqamga aloqaga chiqaverasizlar. Mayka, bundan tashqari yana boshqa narsalar bor, ko'rsatilmagan. Bemalol hammasiga o'tasizlar, aloqaga chiqaverasizlar. Dastavkalarda akamiz o'zi yetib beradi O'zbekiston bo'ylab. O'sha nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Salomat bo'lasizlar, birodarlar. O'zlaringiz topinglar. Kichkina bolachalarga maykachalar ham bor ekan. Yana yangilik keladi ekan. Har yangilik kelgan Telegram gruppaga qo'yib borasan. Telegram gruppaga o'tinglar, obuna bo'linglar. Pastda kommentariyaga va link tagiga nima afishaga qo'ydiramiz. Shundan aloqaga o'tib Telegramdan yozsangiz bo'ladi. Telegram telefon qilmoqchi bo'lganlar juma kuni juma vaqti telefon qilmanglar birodarlar. 11gacha ish bo'ladi, 11dan keyin soat 2gacha ish bo'ladi. Har kuni kelaveramiz aka. Har kuni kelaversa uylarida o'zlarini rakasi. Kechqurun soat 10gacha ishlaymiz. Kechki soat 10gacha ertalab Agar uzoqroqdan kelayotganlar bo'lsa, kechroq boramiz desang, kutiraveramiz. Bemalol birodarlar aloqaga chiqaverasizlar. Salomat bo'lasizlar, o'zlaringiz ehtiyot qiling.